أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün dersimizin 32. hadisini ders kılıp ötmekçi. Bu hadiste birinci biz ügünüdüğünümüz her bir işte temkin buluş, iğri besk buluş. Bunu ügünümüz. Meyli sözümüzü bulsun, ibadetimizde bulsun, kıymakçı olan iş hareketlerimizde bulsun. Kanda bir işte temkin buluş, iğri besk buluş. Bu İslam'daki güzel bir ahlak. Del onun aksice aldırangılık kılış, kargulaca iş kılış, ya ki her bir işe hissiyat bilen, kızgınlık bilen kılıvetiş, bu İslam'daki çeklenediğen, tosulediğen bir iş bu. İkinci birisi iktidar kılgıcı kişi ülgürelmegen namazını özünün namazının birincisi, yani namazının evveli kılamdı veya ki o namazının ahirisi kılamdı. Bu hakta sözlep ötmekçi biz. Bunu dersimizdeki ahiriste bekrak aydınlaştırırız. En Abi Katade radıyallahu anhu kal, beynema nahnu nusalli ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Abi Katade radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıp bundaqtıdır. Biz Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen namaz okuyatattık. Peygamberim kişilerinin varan-çuranlarını tuyuksuz anlap kaldı. Namaz okuyatkan bir halda bir türküm kişiler mescidki yügürüp, aldırışıp, hasırışıp geldi. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlap kaldı. Namazını Peygamberim okup bulup nimiş oldu, nime ahvalına bunda aldırgıdak, yügegüdak, hasırap ketgüdak nimiş oldu dedi. Ola namazga aldırap kaptımız dedi. Yani ülgürenmey kalamız mı, ötep ketip kalamı dep namazga aldırap kaptımız degende Peygamberim unda kılmağına dedi. Namazga aldırap mı, yügemeğine, hasırmağına, unda kalakşıp ketmeğine. Sile namazga kelsanla, temkinlik bilen kelanla, iğri besiklik bilen kelanla. Dep Resulullah bayan kıldı. Mana qarab bakınlar. Bu hadiste Peygamber aleyhisselam namazga aldırap ve ötüp ketemi, imam okup bulamı, ülgürelmi kalamız mı dep şunda aldırışıp, yügürüşüp, hasırışıp kelgenlerge Peygamberim bunda kılmağlar, temkinlik bilen kelanlar. Fema edraktum fesallu, ülgüreliginanlarını ötenler, ülgürenmiginanlarını toluklavanlar dedi. Ülgüreli sanlı ötenler, ülgürenmi sanlı toluklanlar. Yani imam iktidar kılıp bolgan dinkin toluklanlar. Ya ki özellikle ayrım okusanlığın bulur dedi. Meni şundak bir ibadetinin özügümü İslam, vay bek yakşı kıpsılar, hanım bolsa yügürep kepsılar, ülgürepsılar emas, temkinlik, iğri besiklikni İslam kattık bizge ügetti. Her bir işte bu hakta ilim elişti bulsun, ilim öğütüştü bulsun ve başka her bir hareketlerde bulsun, iğir besik buluş hakkındaki kelgen hadisler bek köp ve bu hakkındaki kelgen hadisler bek cid. Ama bu hadislerin hemmini bu yerde bayan kılışının ornu yok. El-ma'na'l am li salatil cemaati faziletun yes'a ileyha kullu muslim وَلِلْمُبَادَرَةِ إِلَى اقْتِنَاسِهَا مِنْ أَوَّلِهَا فَزِيلَةٌ يَحْرُسُ عَلَيْهَا كُلُّ مُسَلِّنٍ. Cemaat namazının her bir Müslüman yügüreydiğen fazileti var.
o faziletni beşidin elişqa aldırışının onunğa her bir Müslüman qiziqadigan fazileti var. Cemaat namazının bir fazileti var. Onu 5'tin, yani şu tekbiri, tehrimi bilen lam elişqa aldırışının bir fazileti var. Ayrım fazilet. Cemaat namazını ülgürde o bir fazilet ve onu 5'tin imam bilen birlikte ten turup elişqa aldırış bu bir fazilet. وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَحْرُصُونَ عَلَى هَاتَيْنِ الْفَزِيلَتَيْنِ كُلَّ الْحِرْصِ وَكَانُوا يُصَارِعُونَ وَيَتَسَابَقُونَ لِدَرَجَةِ الْجَرْيِ وَالْقَبْضِ وَلِلصَّلَاةِ قُدُسِيَّتُهَا لِأَنَّهَا مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ وَسَاحَةُ الْمُنَاجَاةِ وَالتَّهَيُّؤُ لَهَا يُعْطَى حُكْمُهَا مِنَ التَّقْدِيسِ وَالْوَقَارِ أمام هذين الوضعين كان التوجيه النبوي الكريم. Şunlaşqa sahabeler bu iki faziletke bekmi qiziqatdi. Kullal hirs degan bekmi qiziqatdi. Ve ular yugurish, saklash darajasiga yetken yuguratdi ve musobaqalashardi. Şu yugurish, saklash darajasiga yetgan holatida ular oldiraydi, musobaqalashardi. Oldirab, yugurab ketdi ve saklab ketdi, bir tezroq bir vasam bo'ldi. Namazning muqaddasligi bor. Chunki namaz Allah bilan so'zlashish maydoni ve onunla tayyorlik qilish bununla ulug'luq ve temkinlikten ibaret hüküm birlidir. Namaz muqaddas bo'lgandek, o namaz muqaddas bo'lgandek namozni qiladigan o'rin ve onunla tayyorlik qilishmi ana shuningdek muqaddas ve temkinlikni talab qiladi. Bu ikki xil ahvol oldida ulug' payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'rsatmasi bo'ldi. سمع رسول الله أصوات وحركات أصحابه يسعون ويهرولون للحاق به وهو في الصلاة حيث كانت مواضع وضوئهم بعيدة عن مكان الصلاة فلما سلم من صلاته قال لهم ما هذه الجلبة ولماذا سمعت من حركات قالوا أسرعنا الخطى وتعجلنا اللحاق به لندرك أكبر قدر من الائتمام والفضيلة. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün ashablarının namazda turuyotgan holatida o'ziga yetishilish uchun yugurayotganligini ve aldırıyotganlik hareketleri, avazlarını anlap kaldı. Çünkü o ashablarning taharet alıdığan urunları bolsa namaz kılıdığan urundan yirak edi. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazdan salam berip ulağa bu avaz nime? Nime için men hareket anlayman dedi. Ula biz qadamni tez atdik. Sizga yetishilish uchun oldirabdik. Ya'ni iqtido qilish va fazilatdan cho'ngroqini tepish uchun oldirab qapdik dedi. Payg'ambar alayhisalom la ta'udu limisliha bundaq ishni ikkinchi qilmanglasizlar. وَلَا تَسْعَوْا اِنْدَ اِتْيَانِكُمُ الصَّلَاةِ namazga kelgan chaqda yugurmanglar. Lekin o namazga qadamlaringni yaqin minib kelinglar. Va alaykum bis-sakinati fi tariqikum vel khushu vel vaqar fi mishyatikum laha. Sizlar yo'langlarda temkinlikni, namazga mang'idinglarda xushu ve ig'ir besiqlikni lazım tutinglar. Fa inna ahadakum iza kana yaqsudu al-masjida lis-salah la yadfa'uhu lizalika illa as-salah fa huwa fi khutuwatihi kama law kana fi salah. Sizlarning biringlar
namoz o'qish uchun masjidni niyat qilib mangan chig'ida uni shu masjid uchun faqat namozlam undaydi ekan, u kishi olgan qadamlarida namozidagi bo'lgan holatga o'xshaydi. Shu olgan qadamlarida masjidga namozdagi holatlarga o'xshaydi. Lahu savabuha va yuktabu lahu ajruha. Bu odamga namozning savobi bo'ladi, u odamga namozning ajri yoziladi. Fama adraktum ma'al imami fasallu ma'ahu va ma sabaqakum bihi minha fa'atimmuhu. Sizlar imom bilan ulguradigan namozni imom bilan o'tinglar. U imom sizlarga o namozdan ilgari o'tab qo'yg'ini bo'lsa, uni to'liqlayveringlar. Va'tu bihi ba'da salamil imom. O namozni imom salom berib qo'ygandan keyin uni o'tanglar deb Rasululloh bayon qildi. Demak, mana bu yerda sizlar masjidga mangan shu daqiqaning o'zi namozni masjidda o'qiyman deb namozda bo'layotgan holatinglarning o'zi. Unda bo'lganligi uchun sizlar namozning ichida hosirash, namozning ichida qalaymagan harakat qilish to'g'ri bo'lmagandek, sizlar namozga minayotgan yo'lda unda hosiraydigan, yuguraydigan ahvolni qilmang, oldirmang deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana sahobalarga shundoq temkin, shundoq ig'ir besib, shunchola matonatni qanday qildi o'rgatdi. Shunga inson har qanday narsani qilish uchun shu narsani qilg'ili olgan qadamdan boshlab u narsaning hukmida va uningga tava. Unda bo'lgan chaqda u kishi u narsaga qarta qanday qilish kerak, temkin bo'lish kerak, ig'ir besiq bo'lish kerak, atrofliq bo'lish kerak, oldirmaslik kerak, uningga qiziqqan bo'lmaslik kerak, chechilmaslik kerak. Al-mabahisul arabiyya بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع. Arapça tadqiq qilinadigan so'zlar. Baynamanın aslisi bayna. Zidat alayhil mim vel lam. Uningga mim bilan alif qo'shilib baynama bo'lgan. Ve rubbama tuzadul alif faqat. Ba'zida alifla qo'shilib baynamu deyiladi. Va hiya zarfu zaman bi ma'nal mufajaa. Bu bayna ushtum tut tuyuqsuzlar degan ma'nodagi zarf zaman. Va yudafu ila jumla min fi'lin va fa'il aw min mubtada'in va khabar. Bu bayna fi'l bilan fa'ildan tarkib topgan yoki mubtada xabardan tarkib topgan jumlaga izof qilinadi. Xuddi aşağıda baynama nahnu nusalli degan jumlaga izof qilingandak. Va yahtaju ila javobin yatimmu bihil ma'na. Ma'na shakllanadigan javobga muhtoj bo'ladi, bir ma'noni ifodalaydigan javobga muhtoj. Va yustaru bi iz aw iza aw al fa. Bu javob iz bilan ya iza bilan yoki pa bilan boshlanadi. Mana bu yerda baynama nahnu nusalli ma'an nabiy iz sami'a jalabata rijal. Bu yerda sami'a jalabata rijal bu baynamanınki javobi bo'ladi. Va shuningdan bir narsasiz iza pasiz mu boshlanib qolgan yerlar bor. Jalabata rijal ar-rijaldagi iliflam ihdi xorici yoki ihdi zihni deb ataladi. Sizlar balog'at o'qiganda buni bilasizlar. Bu yerdagi al iliflam ihdi bo'lib, ihdi zihni yo ihdi xorici bo'lib, heliqin namoz o'qiyotganlar demakchi. Maqsad ularning ba'zisi, hammasi emas. Bir rivoyatda, sahih rivoyatda jalaba rijal deb bor. Nikri keltirishlik bilan. Jalaba arlaşan avazını deyimiz. El-asvatul muhtalita. Elişan bu avazlar. Bir nesne. Ve onların isimleri ma'lum emas. Kimliki ma'lum emas.
ulardan Tibrani Ebu Bekir'ni tilga algan. Ebu Bekir bularning ichida beyde şu ömül asrab hafıldab kelganlarning ichidan deganlar bor. Ma sha'nukum xabari muqaddam, ya'ni ilgari qilingan xabar kin keltirilgan mubtada. Asli mubtada xabarning o'rnida mubtada burun, xabar cho kin keladi. Bu yerda xabar burun, mubtada kin keldi. Şan hamza bilan shan deb bor. Yengil o'qilib shon deb keladi. Hal degan ma'noda ma sha'nukum degan ma halukum. Nim bo'ldi? Biz deymiz ya, oy nim bo'ldi? Oy nim bo'ldi? Nima ish bu? Nima bu? Demakchi bir şeydi. Bu nim bo'ldi degan gap ahvolimiz nima demakchi. İsta'jalna ila salah sini bilan talab uchun, ya'ni talabnal ajala va qasadnaha degan ma'noda. Biz oldirib qaptimiz va oldirashni maqsad qilibmiz demakdir. Aldırmasak bo'lmaydi deb maqsad qilibmiz. Yoki sayrurat uchun, ya'ni sirna ajalin biz oldirib qaptimiz. Fala taf'alu maf'ul mahdhuf. La taf'alu al-ajalata wal isra. Aldırmanglar, yugamanglar. Fala taf'alu deki takdir qilingan shartning javobida kelgan fa. Aslisi iza ta'akhkhartum fala taf'alu. Kechikib qolsanglar aldırmang, anda aldırmanglar sizlar demak. Kechikib qolgan bo'lsanglar aldırmanglar, ig'ir besiqlik bilan kelinglar, temkinlik bilan kelinglar. İza ataytumus salat degan iza qasadtum va taharraktum li ityaniha demakdir. Şu namazga kelishni namozni kelish uchun harakat qilsanglar va maqsad qilsanglar, sizlar namozning hukmida demakdir. Fa alaykum bis sakinati fa izaning javobidagi fa. İza ataytumus salat degan iza harf shart bo'lganligi uchun alaykumdagi fa izaning javobida kelgan fa. Alaykum ism fil, yani isim fil amri bir ma'na ilzimu lazım tutinglar demakdir. Sakinatni lazım tutinglar. Ba val ba'u zaida daxila ala al maf'ul bi. Unda bo'lganda biz sakinatning i'robdan tutgan o'rni maf'ulun bi, nimaninki filning maf'ulun bi. Ba ortiq. Buning o'qishi sahih hadislarda bak ko'p. Payg'ambarimning alaykum bi ruxsatillah deb muba, fa'alayhi bis savm deb muba, alaykum bi qiyamil layl deb muba. Mana bunda ortiq ba'mi keladi va kafa billahi shahid degandek. Ba'zida Allohning alaykum anfusakum degan so'ziga o'xshagan ba ortiqmi bo'lmaydi. Ortiq bo'lmaymi keladi. Va qad jaa fi riwaya fi sahih sahih rivoyatda alaykumus sakinah deb kelgan. Ve yejuzu raf'u sakina ala annaha mubtada muakhkhar ve alaykum xabarun muqaddam. Sakinatni pish o'qishmi durust. Bu sakinatni kechiktirilgan mubtada, alaykumni ilgari qilingan xabar qilib shu o'qsaqmi bo'ladi. Irobning tutqini alaykumus sakina bo'lgan chaqda sakinat mubtada muakhkhar bo'ladi, alaykum jo xabar muqaddam bo'ladi. Bunda ilgari qilishning foydasi nima bo'lsa, taxsis xoslash. Silama sakinatni muchin tutinglar, ya'ni temkinlikni, ig'ir besiqlikni, normallikni bakchin tutinglar, anda oldirab ketmanglar, yugurib ketmanglar va jiddilashib ketmanglar. Bir rivoyatda va alayhi sakinatu val vaqar deb muba. Atbi uchoqda tafsiriy bo'ladi. As-sakinatga vaqarni qilish, yana mu izohlash, yana mu bir uchuqlashtirish bo'ladi. Va qila inna as-sakina at-ta'anni fil harakat va ijtinab al-abas val vaqar fil hay'a min ghazz al-basar va khabz as-sawt va nahwa zalik. Hamda ba'zanlar bu sakinat bilan vaqarning o'rtasini ayirib, sakinat degan harakatlardagi ig'ir besiqlik, behuda ortiq ishlardan saqlanish demakchi. Vaqar degan shakldagi namoz o'quvchininki holatidagi ko'zni yumish, ovozni pastlash va shuningga o'xshagan ishlardagi vaqar ishlardan iborat. Buningdagi narsani vaqar deymiz. Demak, vaqar degan
ko'zni yumush, ovozni pastlashdan iborat temkinlikni elib esa, as-sakinat degan harakat va behuda ishlardan saqlanishdagi ig'ir basiqlikni ko'rsatadi. Fama adraktum fasallu degan sizlar imom bilan ulguradigan namozni imom bilan o'qinglar. Va ma fatakum fatimmu sizlardan o'tib ketganni to'liqlamanglar demakdir. Endi itmom degan nima desa, itmom degan lafz yaqa'u ala baqin min shay'in qad taqaddama aksaruhu aw ba'duhu. Ko'pi o'tib ketgan yoki bir qismisi o'tib ketgan narsaning qapqog'inga deydi itmom deganlar. Itmom degan ko'pi o'tib ketgan yoki bir qismisi o'tib ketgan, o'tib ketib qapqog'an ishga deyiladi. Fazahiruhu anna ma fatahu huwa bin-nisba la akhiru salati ila awwaluha. Bu hadisdan uchiq chiqadigan ma'no u kishiga o'tib ketgani uningga namoz o'quvchiga nisbatan uning namozining oxirisi bo'ladi, avvali bo'lmaydi. Bu ham fiqhul hadisda keladi inshaalloh. Fiqhul hadisninki mazmuni. قال النووي في الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء في ذلك صلاة الجمعة وغيرها وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أو لا. إمام النووي bu hadisda namazga tinch, temkin, ig'ir bisiqlik bilan kelishni kelishga kuchlik chaqirish bor va uningga yugurib oldirib kelishdan to'sishga kuchlik chaqirish bor deydi. Mayli bu kelish juma namozida bo'lsin ya va boshqasi bo'lsin, mayli takbiratul ihromga ulgurmaslikni qo'qsin yoki unda qo'qmasin, temkinlik, tinch, ig'ir bisiqlik bilan kelishga kuchlik chaqirish bor hadisda. Hamma namozlar asosan o'xshash. Jamoat bilan o'qiladigan hamma namozga shu temkinlik bilan kelamiz. Mayli takbiratul ihrom ulguranmayli yoki ulgurili, temkinlik bilan kelish. وهذا التعميم الذي ذكره النووي هو ما عليه عامة العلماء. İmam Navavi sözlügen bu umumlaştırılış umum ulmalarının qarışıdır. Umum ulmalar onun üstüge boğan qarışı. Hem namazda. وقد جاء عن الإمام أحمد قوله ولا بأس إذا تمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبه. İmam Ahmed'in bunda bir söz geldi. Birinci tekbiringe ülgürüşünü ümit kılıp ayıplanadigan derecedeki aldırangılık bulmasa bir az yugursa çatak yok dedi. O ayıplanadigan derecedeki aldırangılık bulmasa onda yugurab, tinib, dumchishkini qopab, asırab ketadigan derecedeki bulmasa biraz yugurgan, tiz manganning zini yok degan. Ve an bazı salaf أن الإسراع المنهي عنه هو الإسراع المفضي إلى عدم الوقار والأصح ما ذكره النووي. Bazı salaflardan çeklengen aldıraş, yuguraş o temkin bo'lmaslikqa ilib boradigan yugurash degan. Shu cheklangani temkin bo'lmaslik. Voy nimancha aldiraysiz, nimancha jiddiylik qilasiz. O nim bo'ldi sizga bir qo'rqinchi bormi degidak aldırashni demakchi. Bo'lmasa azroq aldirganning hech bir ziyni yo'q deydi ba'zi salaflar. Val asahhu ma zakarahu an-Nawawi. Bunun sahihsi, to'g'risi İmam Navavi so'zlagan qarashdir. Ya'ni aldırmanglar, har holda aldırmanglar.
ولا يقال إن النهي عن السعي إلى الصلاة هنا يتعارض مع الأمر به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Namazga yugurishdan to'sish bu yerda, bu hadisda o namazga Allah subhanahu va taolaning ey mu'minlar sizlar Cuma günüsü namazga azan okunulsa Allah'ın zikriga yani namaz okuşka aldıranglar, sözü sıdıklı taşlanlar degen buyruk bilen karşı kılıdı değil misin? لأن المراد من السعي المنهي عنه في الحديث الجر والعجلة لمقابلته بالأمر بالمشي والمراد من السعي المأمور به في الآية المدعو والذهاب لمقابلته بترك البيع والاستعمالان لغويان. Çünkü hadiste çeklengen yugurishdan maksat nima aldirash ve tez yugurish. Şu. O buyruk mengishqa bo'lgan buyruk, uningga mengishqa bo'lgan buyruk udul bo'lg'achqa. Yugamanglar degan jimtinglar demakchi emas, asta menginglar degan gap bor bu yerda. Oyatda buyurilgan yugurish bo'lsa, mengish va mengish. Uningga sodini tashlanglar degan buyruk udul bo'lg'achqa. Oyatda sodini tashlang degan turvaman menging demakchi. Peygamberimning hadisida yugamang asta menging demakchi. Shuning uchun bu yer ikki istimal, lug'aviy istimal. Bu yerda undaq to'sash deyotgan narsa, ya'ni qarshi kelish, oyat bilan hadis tushib qopti, oyat bilan hadis bir-biriga zid kelib qopti degan bundaq ma'no yo'q bu yerda. قال الحافظ ابن حجر وعدم الإسراء يستلزم كثرة الخطى وهو معنى مقصود لذاته وردت به أحاديث كحديث جابر عند مسلم إن بكل خطوة درجة. Hafız ibn Hajar mundaq dedi. Aldırmaslık köp qadam elishni lozim tutadi. Mana bu maqsad. Muddao. Bu haqda hadislar keldi. Jabirning Imom Muslimda xotirlangan Jabirning hadisiga o'xshash har bir qadamda bir daraja bor deb oldirmang degan, cho'ng qadamlaringizni cho'ng aman kichik eling, oldirmangki asta mening har bir qadamingizga bir ajr bo'lsin demakchi. Bu birisi. Demak, oldirmaslik, ig'ir besiq bo'lish, temkin bo'lish hamma ishda matlub, so'z, harakat, ibodat hamma ishda matlub. Hatto qilish farz bo'lgan ishda matlub. Vaqtalafal fuqaha fima yadrukuhu al-masbuq ma'a al-imam hal huwa awwalu salatihi aw akhiruha ala salasat aqwal. Ulamalar iqtido qilguvchi imam bilan ulgagan namozda o iqtido qilguvchining namozining avvali bu yo namozning oxirisi bu degan haqda 3 so'zga bo'linib ketdi. Al-awwal anna ma adrakahu huwa awwal salatihi wa ma ya'ti bihi ba'da salam al-imam huwa akhiruha. Birinchi qarash iqtido qilguvchi ulgagan namozining avvali. Ve onu imam salam berip qo'ygandan keyin o'taydigini o namozning oxirisi deganlarmi bo'ldi. Ya'ni birinchisi anda bo'lgan chaqda biz 4 rakatlik namozga 2 rakat ulgurgan bo'lsak, 2 rakat ulgurmagan bo'lsak, avvalgisi bizningki 2 rakatlik avvalgi namozimiz bo'ladi-da, shundami? Avvalgi namoz bo'lgandan keyin keyingi 2 rakatda imom sura Fatiha o'qiydi, ama sura o'qimaydi. Biz qanday qilamiz desa, biz o vaqtda keyingi rakatdimi, ya'ni sura Fatiha o'qimaymiz. Chunki bizningki oxirgi namozimiz bo'ladi. Burunqi imomningkiga oxiri bo'lgani bizningki avvalimiz bo'ladi. فلو أدرك الركعتين الأخيرتين من العشاء مثلا كانتا بالنسبة له الأوليين فإذا سلم الإمام أتم المأموم بركعتين لا يجهر فيهما. أجر خطم namazının آخرقı 2 rakatiga ulgursa مثلا o 2 rakat
u kishiga nisbatan avval qilish harakat bo'ladi. Imom salom bergan chig'ida iqtido qiluvchi 2 rakatni to'liqlaydi. Bu 2 rakatda qiroatni oshkormi qilmaydi va sura Fatihadan keyin sura o'qimaydi. Va hada mazhabu Shafi'i va jumhurul ulama min as-salaf wal khalaf va rivoya an Malik va rivoya an Ahmad. Mana bu Imom Shafi'ining jumhur salaf va xalaflardan iborat jumhur ulamolarining İmam Malik'ten bir rivayet, İmam Ahmed'den bir rivayet. Bu ve daliluhu rivayet. Bunun delili ve ma fatakum fatimmu diyen rivayetler. Ve ma fatakum fatimmu. El itmamu la yakunu illa an şeyin taqaddama. İtmam diyen ilgiri ötep ketken nasidin qap qolgan bir qismisi bo'ladi. Anda o'ganda atimmu degan burun o'tib ketib qolgan namozinglardan qap qolgan qismisini hozir nima qilinglar? To'liqlanglar demakchi. Atimmu degan rivoyat o sahih rivoyat. Faqdu fiha degan rivoyatda gapba azroq buning masala va sahihlik darajasiga yetmaglik. ثم إن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء فحمله على الأداء يوافق الرواية الأخرى. İkinci, qazasını qılıvanlar. Yeni bir rivayette qazasını qılıvanlar dabba bu qaza gerçi köpünçe ötüp ketken namazı işletilsimi, lekin ada namazı işletilmedi. Şonlaçqa qazani adaga yüklash boshqa rivoyatga uyg'un keladi. Walamma kana makhrajul hadis wahid wal ikhtilaf fi labz minhu wa amkana radd al ikhtilaf ila ma'na yatimmu bihi al ittifaq kana zalika awla. Hadisning chiqarilish sababi bir bo'lganligi ixtilof hadisning labzida Faqdu yoki va ma fatakum fatimmu yoki va ma fatakum faqdu bu labzida bo'lganligi ixtilofni chilishish ittifoqlashish shakllanadigan ma'noga yondirish mumkin bo'lganligi uchun shu avlo bo'ldi. Hamda yani faqzodagini qazoni o'tib ketgan namozni ishlasakmi, ado namozni ishlasakmi, bo'lganlik uchun bu yerdagini hamda o'tib ketgan namozni ishlatib, ana atimmodagini o'tib ketgan namozni ishlatib, ikkisini ikki rivoyatni birlashtirsak, birlashtirib bo'lganlik uchun birlashtirib qilish avlo. Wa min adillati hadha al-mazhab annahu yajibu 'ala al-masbuq an yatashahhada fi akhir salatihi ala kulli qawl. Bu bir yuqoridagi bir dalil. İkinci dalil bu mazhabning dalillaridan masbuqqa ulguralmagan kishiga o'zining namozining oxirisida tashahhud o'qish vojib, har bir so'zga asa, har bir qavl bilan deydi. Mana bu bir dalil. Falaw kana ma yudrikuhu ma'al imam akhiran la mahtaja ila i'adati at-tashahhud. Agar imom bilan ulguralgan namoz onun namazının ahirisi bo'lgan bo'lsa, o tashahhudni qayta o'qishga muhtoj bo'lmaydi. Chunki o'ttiridagi tashahhud nima? Vojib. Qa'da oxirgi tashahhudchi o farz. Farz bo'lgandan keyin imom bilan o'qigan namoz onun namozininki nimasi avvali bo'lmasa ulab qolsa, oxirisi ulab qolsa, imom bilan o tashahhudni o'qib bo'ldi. O'qib bo'lgandan keyin o'zi yana namozdan chiqarchaqda yeni bir tashahhud o'qiydi. Qayta o'qish to'g'ri keladi. Bu vaqtda ikki qitim o'qish to'g'ri keladi. Bunda o'ganda biz hammamiz birlikda cho'qim tashahhud o'qish kerak dedi. Unda bo'lganda ikki qitim tashahhud o'qish to'g'ri keladi. Shuning uchun uning namozi imomning birinchi namozi bo'ladi. Namozining avvali bo'ladi, ulgurmagani uchun namozning oxirisi bo'ladi. ومن أدلته أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى فما أدركه المأموم إنما هو أول صلاته. Bu qarashning dalillaridan ham ular ihrom takbirasining faqat
birinci rekatda buluduğanlıqıga birlikka keldi. İqtido qilguvchi ulguradigan namoz faqat o namozining avvali. Agar siz iqtido qilguvchi ulguranmagan namozining avvali bo'ladi desangiz, ulgurgani avvali bo'lmaydi deb, unda bo'lgan chaqda takbiratul ihromni namozning oxirsida bosh qilgan bo'lib qoldigan gap shu bu yerda. Shunga ulgurgani o namozningki avvali bo'ladi. El-mezhebu sani enne ma adrakahul ma'mum huwa ahiru salati. İkinci xil qarash imam iqtido qilguvchi ulguraligini o namozning oxirisi. Ve aleyhi ba'da taslimil imam ay yaqdiya awwala salati. Bu qarashga asosan imam salom berib bo'lgandan keyin namozininki 5'ini qazosini qilib olish lozim. Bima yanbaghi lahu min aqwal va af'al. Uningga loyiq bo'lgan so'z va qiliqlar bilan. Alal hay'atil lazima lil awwal, shu birinchi rakatga lozim bo'ladigan shaklda so'z qiliqlar bilan, yana bilak takbir tahrimini qilib, istiftahni qilib qilish lozim. Va huwa mazhabu Abi Hanifa va rawaya an Ahmad va rawaya an Malik va huwa qawlu kibar al Malikiyya. Bu Imam Abi Hanifa'ning qarishi, İmam Ahmed'in kelgan bir rivayet, İmam Malik'in kelgan bir rivayet. Bu Maliki ulamalarning çoğlarının sözü. Daliluhum ravaya sellima adrakta vaqzima sabaqak degan rivayetdir. Mana tapalig'ini, ya'ni imom bilan tapalig'ini biz nima deydik? Ulgurdik deymiz. Ulguraligini o'tagan va o'tab ketganning qazosini qilgan. Bishada vaqtni degan qazosini qil degandan keyin avu nima bo'ldi? Avvalgisi bo'ldi demakchi. Ma oxirisi qazosi avvalgisi demakchi. المذهب الثالث أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فلا يجهر في الإتمام بعد سلام الإمام وآخر صلاته بالنسبة إلى الأقوال فيقضي الأوليين بالفاتحة والسورة. Üçüncü xil qarash o ulguraligini namozinin avvali bo'ladi. Qiliqlarga nisbatan. Shunlashqa İmam salam berib bo'lgandan keyin mukammal qilishda, namozni to'liq o'qishda oshkor o'qimaydi. Ya'ni salam berib ulgurgandan keyin oshkor o'qigan namozni oshkor o'qimaymiz. Uning namozining oxirisi bo'ladi so'zliga nisbatan. Shunlashqa avval 2 rakatni Fatiha va sura bilan qazosini qiladi deydi. So'z qiliqda avvali so'zdicho oxirisi bo'ladi. Bu İmam Malik'nin meşhur sözü. Bunun delili İmamul Beyhaqi Ali radhiyallahu anhu'dan rivayet kılgan hadis: "Ma adrakta ma'al imam fahuve evvelu salatik vaqdi ma sabaqaka minal Kur'an." Sen imam bilen ulguralgan namaz o namazının avvali. Sen ulguranmagan için sen ulguranmagan namozni qazosini qilgan deganligi uchun. Bunda bo'lgan chaqda bu 3 xil qarash, eng kuchli, eng sahih qarash va bu namozning avvali bo'lishi, bu sahih qarash bu. Va yu'khazu min al-hadis al-ula yu'khazu min qawlihi va ma fatakum fatimmu jawazu qawli fatatna as-salat va annahu la kirahiyata fihi. Amni hadisdan iladigan mazmun va ma fatakum fatimmu degan so'zdan Fatet nesala, oy namaz ötüp gitipti, namaz qazo bo'lib gitipti degan so'zni dish to'g'ning durustlik elinadi. Bu durust. Bu bunda deganlikda bir makruhlik yo'q. Va buni Ibn Sirin makruh degan. Va deganki innama yuqal lam nadruka iz fihi nisbatu adam al-idrak ilayna bi khilaf fatatna. Bu bunda deyildi, biz namazda tapanmaptimiz deyildi. Çünkü bununda tapanmaslıkni özümüzge nispet beriş bab, patet nanıqlar bilir. Patet ne desek, namaz ötüp gitipti, namaz qazo bo'lib gitipti desek, bu namaz bir döngeç buludu da bu yerde. Ama namozni o'qiyanmay qaptimiz bizning tilimizda. Namozni unutib qaptimiz, ya namaz esimizdan chiqib ketib qapti desek, bu bir yerde hatalıkni, cinayetni özümüzge uylash, özümüzge ispatlash bo'ladi. Va kalam İbn Sirin gayri sahih. İbn Sirin'in sözü to'g'ri emas.
الثاني فيه أنه يستحب للذاهب للصلاة ألا يعبس بيده ولا يتكلم بقبح ولا ينظر نظرا قبيحا. İkinci bu hadiste namazga ketayotgan kishiga qo'li bilan o'ynashmasligi, sad gap qilmasligi, o'ymaymasligi mustahab. Chunki u yo'lda ketayotgan holatdami nima namozninki hukmida bo'lganligi uchun unda namozga muvofiq kelmaydigan ish-harakatlar bilan shug'ullanmaslik lozim. الثالث استدل بقوله إذ سمع جلبة الرجال على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد الصلاة. Peygamberimizin adamlarning varang turunglarini anglab qoldi degan so'zi bilan namoz o'quvchining ko'ngli bo'lgan bir ishga diqqat qilib qolganligi namozni buzmaydi deydi. Namoz o'qib turib qashda bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, ko'nglimiz shunda bir diqqatimizni ag'dirib saptimiz shu ishga yoki nima ish bu deb o'ylanib qolgan bo'lsak, bu namozga ta'sir yetkazmaydi, namozni buzmaydi. Mana payg'ambarimiz namoz o'qib turib boshqalarning ovozini anglab qoldi-ku. الرابع استدل بالحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا. Dördüncüsü hadis bilen cemaatning fazilatiga erishkilib bo'ladiganligiga dalil talab qilindi. Namozning bir qismini tepish bilanmi? Payg'ambarim fama adraktum fasallu deganlik uchun oz bilan ko'pning orasini ayirmadi. 5'den başlap tapqaninglar cemaatning faziletini tapalaysizlar, 5'den başlap ulgurmaganinglar cemaatning faziletini tapolmaysizlar demedi. Va haza qavlul jumhur, bu jumhurlarning so'zidir. Va qil la tudrakul jamaa bi aqalla min rak'a. Ba'zilar tarafidan bir rak'atdan az qolgan chaqda jamoatning fazilati tapqilib bo'lmaydi degan dedi. ولا يخفى أن إدراك فضيلة الجماعة شيء ومساواة من أدرك تكبيرة الإحرام للمسبوق في أجر الجماعة شيء آخر. Cemaatning faziletini tepish meselesi bir narsa. Yani cemaatning faziletini tepish işi bir ish. İhram takbirisiga ulgurgan kishi bilan ulguralmagan kishining jamoatning ajrida o'xshash bo'lishi yeni bilak bir ish bu. Shunga namozning qo'yruqida imomga ulgurib olgan kishimi o jamoatning fazilatini topgan bilan takbiratul ihromdan boshlab topgan kishining farqi bayo yerda o'xshamaydi. استدل بالحديث على استحباب دخول المسبوق مع الإمام في أي حال وجد عليها. Beşincisi hadis bilan imamga ulguralmagan kishininki imamni qaysi holatda topsa shu holda kirishning mustahabligiga dalil talab qilindi. Va fihi hadisun sarih inda Ibn Abi Shayba. Buningda bu haqda İbn Abi Shayba'ning kitobida yozilgan ushq bir hadis bor. Man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana alayha. Qanday kishi meni ruku qilgan holatimda yoki yuri turgan holatimda yoki sajda qilgan holatimda topolsa, u kishi men bilan men bo'lgan holat ustida bo'lsin. Qanday holati bo'lsa shunda bo'lsin dedi. Ruku qilib bo'libdi hamda, sajda qilib bo'libdi hamda, rukudan keyin yoki sajdadan keyin iqtido qilayya deb turmay, shu hol bilan iqtido qilavatsin deydi. Demak, bu hadisdan biz oladigan foydalar, hukmlar va darslar nihoyatda mo'l, ko'p bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu hadis bilan manfaatlangili va xatoliklarimizni o'zgartgili nisb qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu hadis darsimizda davom ettirsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.